Bo'ldi, agar 100 ming kilometr bo'ladigan bo'lsa, biza $100 beramiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum, biz Cherry Chilonzordamiz. Bugun bizda qiziqarli narsa bo'ladi. Bugun Toshkent ko'chalariga chiqib, Cherry haydovchilarini topamiz. Ularni izlab, probegini ko'ramiz. Qancha yurishgan bo'lsa, shuncha pul to'lab beramiz. Hamda 100 ming kilometrdan agar oshgan bo'lsa, biz $100 beramiz. Shunda yana bizda zo'r narsa bor. Feedback haqida ham so'rab olamiz. Qani unda boshladik. Ketdik, cherrychilarni qidiramiz. Qattigan cherrychilar. Chilonzor rayoni bo'yicha qidiravamiz-da. Hali ko'zga to'g'risi boya tushuvdi cherry. Hozir endi ko'chaga chiqdik. Cherry yo'q bo'lib qoldi. Qanaqa qilib to'xtadim? To'xting. Nega siqibmi? Bitta cherryni ko'rdik. Adashmasam 7 Pro. Hozir sal akan oldilariga yetib olaylik. Shunday ketibdilar, oynalarni ochib qo'yib, uni oldimizda ketyapti. 7 Pro adashmasam, Dorest. Akam tez yurar ekanlar lekin. Брат, можно вас на минуту? Минуту, можно? Вопрос, мы с автосалона Cherry, можно вас? Hozir to'xtatdik akani. Можно, да? На русском. Все, брат, мы с автосалона Cherry, получается. Мы просто хотели узнать, какой у вас пробег на машине Cherry? 44 тысячи. А? 44 тысячи. 44 тысячи. 44 ming yurib qo'yibdilar akajonimiz. Aka, мы сейчас даем за каждый пробег по 1000 сом. Некоторые фидбэк о машине. Хорошая машина? Хорошая машина? Да, хорошая машина. 44 тысячи пробег, но это большой пробег. Что вы скажете? Может, минусы какие-то, плюсы? Маленький бензобак. Маленький бензобак, да? Не хватает бензина. Ну, 40, сколько там, 45 литров бак. А в целом, во сколько оцените машину? Из десятки, ну, среди ее конкурентов на девятку, на восьмерку. На девятку, да? Спасибо, Акеджон, Рахмат. Это был небольшой такой, вопросник. Спасибо вам большое. Давайте, всего вам доброго. Mana pochin qildik. 7 Pro dan boshladik. Hozir endi boshqa cherrychilarni topamiz. Keyin ulardan ham savol javob qilamiz. 44 ming yuribdi. 44 mingni 1.5 yil ichida yurib qo'ysa bo'ladi. Shu atak bir xilla 2-3 yilda ham yuradi shu masofani. Hozir mana yo'lga chiqib ko'ramiz. Yana Cherry avtomobillarini topamiz. Вроде ko'rdik Cherryni, uni oldida ketyaptilar. Bu ham adashmasam 7 Pro. Hozir bu ham Dorest. Qani to'sti. Endi 60 dan oshmaydi. To'xtating. Aka, 1 minutga chetga ola olasizmi? 1 minutga chetga ola olasizmi? Какой у вас пробег? 30. 30 тысяч, да? Да. 30 тысяч. Как машина себя показала? Отлично. Отлично. Насколько оцените машину? Рекомендую. Рекомендуете. Да. Насколько оцените? Ну, блин, по какой шкале? От 10. Ну, блин, на 10 точно оценю. На 10 Мне оцениваете, да? Минусов никаких нет? Нет, я минус пока еще не заметил, нормально. И когда вы покупали машину? 2 года назад. 2 года назад 30 тысяч, да? Вообще отлично. И мы за каждую 1000 километров даем 1000 сум. Сейчас мы вам дадим 30 тысяч сум. Эй, не надо. Ой, да не надо. Не, надо. Не, У нас такой вот идет челлендж. Почему Не, бы и не нет? надо. Почему? Да нет, зачем? Да все нормально. Это Да я пойму. Нет, мне не надо, нет. Давай другим лучше 60, дай, ладно? все хорошо. Ну окей, спасибо вам большое. Savolilar. Hop, давайте. Ikkinchi avtomobilimizni ham ushadik. 2 yil bo'pti xarid qilganlarga birotta o'zlari videoga tushganlari kelmadi. Shunga orqadan oldik. Tak savol javob qilib oldik. Aytdilar, mashina zo'r, yoqdi. Hamma narsa bo'yicha zo'r, 10 ball dedi. 2 yilda 30 ming yurib qo'yibdilar. 30 ming kilometr. Bundoq qarasa, mashinalari top-toza, qaralgan, zo'r. Biz endi 3-mashinamizga ketyapmiz. Yana bitta Cherryni ko'rdik, hozir o'tib ketdilar akam, endi bilmadim. Ulguramizmi yo'qmi, razvorotga turib oldim. Aka, biz Cherry avtosalonidamizda. Naryoqda to'xtatib savol javob qilsa bo'ladimi? Naryoqda. Bo'ldi, chapga burilib to'xtaymiz. Bo'ldi, xo'p. 3-mashinamiz bu ham 7 Pro bo'lib qoldi. Bilmadim qanaqa qilib naqa bo'lyapti, to'g'rimi? Chilonzorda faqat 7 Pro'li yuribdi. Bu mashina 7 Pro Premium adashmasam juda qimmat mashina deb hisoblanadi, lekin yaxshi sotuvda. Bu mashinalarimiz ham rassrochkada bor. Hozir mana akam to'xtatdik. Hozir chetga olib savol javob qilamiz dedi. Qanaqa mashina, qalay? Biz просто savol javob qilmoqchi edik. Qancha probeg akajon?
Probeki endi 6000 bo'ldi. 6000 bo'ldi. Har bir probegiga biz 1000 so'mdan beryapmiz. Akajon. Atak o'zi qanday baholaysiz? Endi meniki hali yangi, hali ish chiqqan yo'q, men yuribman yaxshi. 6000 qanchada yurdingiz? Endi 6000 ni 6 oyda yurdim. 6000 ni 6 oy. Har oy 1000 dan yurar ekansiz-da. Menda boshqa mashinam bor yana. Lekin ko'rinishi yangi aka. Ko'rinishi yangi. Necha bahoga baholaysiz? 1 dan 10 gacha? Endi bilmasam endi normalni. Yo'q. Hozir yuribdi, hali problema bo'lmadi. Hali problema bo'lmadi. O'sha garantiyasi bilan hamma narsasini Ha, qilib berishgan, ha, ha. to'g'rimi? Tushunarli akajon. Endi biz sizga 6000 berishimiz kerak. Endi bayram munosabati bo'lish. Baribir ham biz endi aytib qo'yganmiz, shunga berishimiz kerak. 5000 sizga. Rahmat akajon, kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p. Ariza 6 ni ko'rdik. Ariza 6 oldimizdan o'tib ketdilar, aka. Aka! Cheri Aka, biza Cheridanmiz. Savol javob bor edi. Svetofordan o'tib to'xtasa bo'ladimi? Rahmat. Aka, biza Cheri avtosalonimizdan kelyotgandik. Aka, mana 3 ta Tiggo ni so'radik. Siz bizni birinchi Ariza 6 Pro bo'lasiz, Intelligence. Qancha bo'ldi xarid qilganingizga? 1,5 yil. 1,5 yil. Qancha probeg akajon? Agar bizda 100 mingtadan oshgan bo'lsa, $100 beramiz. 32 ming bo'ldi. 32 ming bo'ldi. Bo'ldi akajon. Unda biz sizga har bir 1000 kilometrga 1000 so'mdan beramiz. Lekin birinchi mashina to'g'risida aytib bering. Nima? Yaxshi. Problemasi chiqmadi hozirgacha. 1 dan 10 gacha. 9. 9 a. Nima kamchiligi bor? Balon ozgina жёсткий. И anu yamaga tushganda anu shishkalar paydo bo'lyapti. Shu balonda shu ozgina problema. Bu 1,5 yildan keyin, a? Yo'q. Boshidan. Boshidan. So, bu zavodskoy balonda hozir. Zavodskoy balon, shu balonda ozgina muammo ko'rdim. Bo'ldi. Mana aka, sizni probegingizga mayli, rozi bo'ling. Rahmat akajon, kattakon. Bo'pti. Sog' bo'ling. Xo'p. 8 ta 9 ta mashinani ko'rdik. Bu yo'ldan yursak, u yo'ldan chiqib kelyapti, nazorat qilib ularni tutamiz desak, bu yoqdan chiqib kelyapti. Mana shunaqada, hozir to'g'risini aytaman, 8 ta 9 ta cherichilarni ko'rdik. Undan ko'p bo'lmasa. Men Cheri avtosalondan bo'laman-da, Cheri haydab ketayotgan ekansiz. Shu Cheringizni probegini bilmoqchi edi akajon. Agar 100 mingdan oshgan bo'lsa, $100 beramiz. Qancha Yo'q, probeg? 100 mingdan oshgani yo'q. Endi 2700. 700. 2700 ekan. 2700. Bo'ldi akajon, biz har bir probegiga biz 1000 so'mdan beryapmiz. Bitta savol javob bor edi, qalay mashina? Yaxshi zo'r. Qachon oluvdingiz? No, 15 kun bo'ldi gida. 15 kun yangi mashina. Qalay o'zi hissiyotlar? Yaxshi zo'r. Yaxshimi? Xo'p, 10 bahogacha qanchaga baholaysiz? 10 baholang. 10 bahoya. Bo'ldi akajon, kattakon rahmat. Mana akajon 5000 sizga. Mayli, xo'p, sog' bo'ling. O'zingizlar ko'rdinglar, mana Toshkent ko'chalariga chiqdik. Hamma narsa rosta-kasim o'tdi. Cheridagi akalarni to'xtatdik, savol-javob qildik, mashina to'g'risida so'radik. Endi agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like hamda kommentariy so'rab qolamiz. Yana biz sizlarni Cheri Chilonzorda kutib qolamiz.